hammasi vrachlarni nazorati ostida, mana medsestralar o'z vaqtida bo'lib o'tdi. Bir kunda shu 5-6 martadan tekshirib chiqib ketishadi. Hech qanaqa og'riq ham sezmadi. Agar birorta sal og'riq bo'ladigan bo'lsa, darrov dorilarni vaqtida berishib, og'riq ham sezmadi. Operatsiya bo'lganini ham bilganim yo'q ham to'g'risi. Ular har kuni hammasi o'tkazildi. Salgina muammo chiqsa yana повтор tekshirishib ko'rib chiqyapti. Muammo bo'lmadi lekin sabrli bo'lasiz, o'sha vaqtida o'zlari kelib doringizni beradi, chiqadi. Nima ketaveradi. Shu masalasida endi biz bitta birinchi marta bo'lganimizga sabrli bo'lamiz ekanda. Vali o'zimizga o'xshab hamma analizni birdaniga olmaymiz ekan. Bitta oladi, javobi chiqsa keyingisini oladi, etapma-etap olar ekan. O'zimizda sirazi avvalo sirazi rezultatni berganiga o'rganib qolgan ekanmiz. Sabrli bo'lish kerak ekan baribir. Kerakli analizni etapma-etap olar ekan, shoshilmasdan.